Avvalambor assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz 240 bo'lingan 30 ko'rinishdagi ifodalar. Undan 3-masala. Bitta qutida 10 dona konfet bor. Bir yashikka esa 10 dona quti joylashgan. Yashiklar soni 10 ta bo'lsa, jami nechta konfet bor deyapti. Buni 10 ko'paytirilgan 10 ko'rinishda bo'ladi. 10 ta yashikda joylangan 10 tadan konfet bor deyapti. Shunga 10 ko'paytirilgan 10 bo'ladi. Shunda 1000 javob chiqadi. Ikkinchi masalamiz 4-misol. Misollarni ustun shaklda yeching deyapti. 356 qo'shilgan 468. 356 qo'shilgan 468. 6 ga 8 ni qo'shsak 14 ni 4 bir yodda, 6 ga 5 ni qo'shsak 11, bir yoddagi bilan 12 ni ikkisi yana bir yodda. 4 ga 3 ni qo'shsak 7, bir yoddagi bilan 8. 824 degan javob chiqar ekan. Ikkinchisi 684 qo'shilgan 176. 684 qo'shilgan 176. 6 ga 4 ni qo'shsak 10 ni 0 bir yodda. 8 ga 7 ni qo'shsak 15, bir yoddagi bilan 16, yana bir yodda. 6 ga 1 ni qo'shsak 7, bir yoddagi bilan 8. 860 degan javob chiqar ekan. Uchinchisi 784 ayrilgan 673. 784 ayrilgan 673. 4 dan 3 ni ayirsak 1, 8 dan 7 ni ayirsak 1, 7 dan 6 ni ayirsak ham 1. 111 degan javob chiqdi. Uyga berilgan topshiriqlardan 7-masala. Tushuntirish bilan yeching deyapti. 360 bo'lingan 90. Ustun shaklda yoki shunga bo'lsak ham bo'laveradi. 360 bo'lingan 90. Bunda nollarimizni tashlab yuboramiz. Nollar tashlab yuborsak, 36 ni 9 ga bo'lsak 4. Bunda 360 ni 90 ga bo'lsak ham 4 bo'ladi. Nollarni tashlab yuborganimizning sababi ustun shaklda bo'linsa ham nollarimiz yo'q bo'lib ketadi o'zi. Ikkinchisi 120 bo'lingan 30. 120 bo'lingan 30 barobar. Bunda ham 4 degan javob chiqadi. Nollarini yana tashlab yuborsak, 12 ni 3 ga bo'lsak ham 4 degan javob chiqadi. Keyingisi 560 bo'lingan 70. 560 bo'lingan 70. Bunda ham nollarini tashlab yuboramiz, chunki ikkalasida ham noli bor. 56 ni 7 ga bo'lsak 8 degan javob chiqadi. 8 kare 7 56, 56 ni 7 ga bo'lsak 8. 320 bo'lingan 40 bo'lsak 320 bo'lingan 40. Bunda ham nollarini tashlab yuboramiz.
32 ni 4 ga bo'lsak 8. Keyingisi 240 bo'lingan 60. 240 bo'lingan 60 barobar nollarni bunni ham tashlab yuboramiz. 24 ni 6 ga bo'lsak 4. Oxirgisi 490 bo'lingan 70. 490 bo'lingan 70 barobar nollarni tashlab yuboramiz. 49 7 ga bo'lsak 7. Sakkizinchi masala. 2 buta anordan 152 ta anor terib olindi. Birinchi butadan terib olingan anorlar soni ikkinchisiga nisbatan 32 ta ko'p. Har bir anordan qancha anor terib olingan deyapti. Bir anordan x belgilayapman. Ikkinchidan undan 32 ta ko'p deyapti. x plus 32 barobar 150 tub umumiy yig'ilgan ekan deyapti. X qilsak 2x plus 32 teng 152. 2x barobar 152 dan 32 ni ayiramiz. Ustun shaklda ayiramiz. 152 ayrilgan 32. 2 dan 2 ni ayirsak 0, 5 dan 3 ni ayirsak 2, 1 solcha tushadi. 2x barobar 120 ga teng ekan. X'imiz barobar 60 ga teng. Bir tub anordan 60 tub olingan ekan. Bir butadan. 2 butadan umumiy necha tub olingan deyapti. 60 tub birinchi butadan, ikkinchi butadan 60 qo'shilgan 32 barobar 92 tub olingan ekan. Birinchi butadan 60 ta, ikkinchi butadan 92 ta anor ko'chati olingan ekan. Shu bilan mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi.